Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda Xemis axborot tizimidan ma'lumotlarni AKBT dasturiga ko'chirib olish qismini ko'rib chiqamiz. Demak, biz bilamizki, oliy ta'lim muassasalarida axborot tizimi sifatida Xemis axborot tizimi ishlatiladi. Demak, bu yerdagi foydalanuvchilar AKBT dasturiga Xemisdagi login parollari bilan kirish imkoniyati va Xemisdagi foydalanuvchilar avtomatik ravishda AKBT dasturida ko'rinishi kerakligini inobatga olgan holda AKBT dasturi bilan integratsiya qilish jarayoni yakunlandi. Xo'p. Masalan, foydalanuvchi talaba AKBT dasturiga Xemisdagi login paroli bilan kirish imkoniyati bor. Bu Xemisda student ID'si va Xemisdagi parolini yozish orqali tizimga kirishida bossa, demak bu talaba AKBT dasturiga bemalol kira oladi, ya'ni Xemisdagi login paroli bilan. Bu yerda albatta student ID yoziladi va parol yoziladi. Yoki bo'lmasa, o'sha odatdagidek dasturdan olingan login parol bilan kirish imkoniyati bor. Bu ham saqlanib qolgan va qo'shimcha Xemis orqali kirish imkoniyati ham qo'shildi. Bu birinchi imkoniyat, yangilik desa ham bo'ladi. Bu foydalanuvchilar uchun edi. Demak, keyingi imkoniyatlar bular RM xodimlari uchun qilingan imkoniyat va bu darsimiz sal ko'proq uzoqroq davom etadi, chunki ikki xil usul bor. Hozir AKBT dasturini yangi o'rnatganlarda bu muammo chiqmaydi. Eski shu paytgacha bizdan olib AKBT dasturini ishlatganlarda muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni u muammoni nima desam bo'ladi? Muammo emas, qilinishi kerak bo'lgan ishlar bor. Ya'ni siz shu paytgacha AKBT dasturini ishlatgan bo'lsangiz, demak sizga Xemis bilan integratsiyani qo'yganda qilinadigan ishlar bor. Masalan, deylik, foydalanuvchilarda jinsi degan narsa bor. Jinsi erkak, ayol bor edi AKBT dasturida va noma'lum degan yangi tur bor ekan Xemisda va ikkita dastur bir-biri bilan aloqa qilish uchun Xemis kod degan narsa qo'shildi. Bu AKBT dasturini ishlatib yurganlar bu yangilik, ya'ni AKBT dasturi bilan Xemis axborot tizimi bir-biri bilan mana shu Xemisdagi kod bilan ikkalasi bir-birini taniydi. Agar shu paytgacha ishlatganlar bo'lsa, bularga Xemisdagi kod qo'shib qo'yib beriladi va shu tariqa ishlab ketaveradi. Demak, birinchisi mana shu va yana asosiy joyi bor. Xemisda ishlatganda ular AKBT dasturidan integratsiya qilish uchun Xemisda API token generatsiya qilib berish kerak bo'ladi. O'sha API token bilan men dasturga yozib qo'yib, sizga ma'lumotlarni olib beraman. Masalan, hozir jarayonlarni ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Demak, jinsida o'zgarishlar, demak, Xemis kod qo'shiladi va avtomatik Xemisdan tortib olinadi. Keyingisi asosiy bizdagi og'riqli joylarimizdan biri bu Xemisdagi ma'lumotlarni, yana foydalanuvchilarni, talabalarni AKBT dasturiga yuklab olish. Buning uchun odatdagidek yaratmoqni bosamiz. Bu yerga student ID ni yozib, qidirishni bossak, bizga shu talaba haqidagi ma'lumotlar yig'ib, topib qo'yib beriladi. Va saqlashni bosib, talabani dasturga yuklab olishimiz mumkin. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Bizda 3000 ta yoki 4000 ta yoki 5000 ta talaba bor. Uni hammasini ham shunaqa qilib tortib olamizmi yoki shunaqa bitta-bitta tortib olamizmi degan savol bo'lishi mumkin. Yo'q, unaqa qilinmaydi. Bu xususiy holatlarda, ya'ni ayrim holatlarda shunaqa tortib olish mumkin. Asosiy tortib oladigan joyi men o'zim qilib beraman, ya'ni alohida programma yozilgan, mana shu AKBT dasturi ichida yozilgan. Foydalanuvchilarni avtomatik tortib oladi o'zi. Avtomatik mana 4053 ta talabani
dasturni o'zi Xemesdan tortib olgan. Xo'p, keyingi imkoniyatlari, masalan, fakultetlar bor. Fakultetlarda ham ko'rgan bo'lsangiz, mana Xemes kod degan narsa qo'shilgan. Bularda esa Xemesdan axborot tizimidan ma'lumotlarni olish degan knopka qo'yilgan, ya'ni knopkani bossangiz o'zi avtomatik Xemesdan tortib olib keladi. Nimaga foydalanuvchiga qo'yilmagan degan savol bo'lsa, foydalanuvchilar ko'plik bo'lganligi uchun va tizim qotib qolmasligi uchun uni elektron navbat orqali sekin bitta-bitta tortib oladi. Ya'ni Xemes tizimiga ham nagruzka bermaydi, AKB dasturiga ham ish faoliyatiga xalaqit qilmaydi. O'zi dasturda o'zi navbat bilan elektron navbatga qo'yib bitta-bitta tortib oladi. Shuning uchun foydalanuvchilarda u narsa qo'yilmagan, lekin mana bu fakultetlarda, kafedralarda, gruppalarda siz o'zingiz xohlagan vaqtda knopkani bosib tortib olishingiz mumkin. Mana 4052 ta foydalanuvchilar bor ekan, demak fakultetga a'zo bo'lgan. Bu ham xuddi yuqorida aytib o'tganimdek, bitta knopkani bosish orqali tortib olingan. Ya'ni mana birinchi son davolash ishi, ikkinchi son davolash ishi, masalan, foydalanuvchi soni avtomatik chiqadi. Chunki biz foydalanuvchilarni tortib olganmiz Xemesdan. Mana pediatriya, klinik magistrat, mana klinik ordinaturada 100 yillikda, demak magistraturada hali a'zo bo'lishmagan ekan. Balki Xemesda bularni ma'lumotlari yo'qdir yoki hali a'zo bo'lmagandir. Demak, mana shu holatda bo'ladi fakultetlar ham. Bu yerda qidirish bor. Xuddi shu holatda, masalan, Xemesda yo'q bo'lib, sizda bor bo'ladigan bo'lsa ham, siz o'zingiz kiritish imkoniyati saqlanib qolingan. Masalan, dasturdan shu paytgacha foydalanib kelayotganlarda Xemes kod degan narsa yo'q. Demak, integratsiya qilayotganda Xemes kodlarni qo'yib chiqish kerak bo'ladi yoki bo'lmasa dublikat ma'lumot paydo bo'lib qoladi. Buning uchun dasturdan siz o'zingizga Xemes bilan integratsiyani qo'shib olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ular bilan o'zim gaplashib, birgalikda ishlab qo'yib beriladi. AKB dasturdan shu paytgacha foydalanayotganlarga hammaga qo'yib beriladi bu narsa. Xo'p, keyingisi kafedralar. Kafedralar ham, demak, Xemes kodi bor. O'sha kod orqali aniq shu narsani esga tutish kerakki, AKB dasturi bilan Xemes axborot tizimi Xemes kod orqali ikkalasi bir-birini tushunadi. Ya'ni bizda AKB dasturida mana shu Xemes kod, masalan, deylik, laboratoriya ishi 80 91 06 01 mana shu kodda saqlangan bo'lsa, demak, mana shu kod bilan Xemesda ham laboratoriya ishi degan, demak, kafedra bor. Xuddi shu narsani yodda saqlash kerak. Xemes kod bilan ikkala tizim bir-birini tushunadi. Ya'ni ikkita dastur o'zini mana shu kod orqali tushunadi. Oddiy foydalanuvchilar bizga mana bu matn, alfavit tartibda yozilgan matn ko'rinishida tushunsak, ikkita dastur mana shunaqa kod orqali tushunadi bir-birini. Bu kafedralar ham xuddi shunaqa Xemes axborot tizimidan ma'lumotlarni olish knopkasini bosish orqali olish mumkin. Keyingisi gruppalar. Gruppalarda ham xuddi shu yuqorida aytib o'tilgandek, bitta knopkani bosish orqali gruppalarni tortib olish mumkin. Mana xuddi shunaqa ketma-ketlikda ketgan. Mana o'zi foydalanuvchi soni avtomatik chiqadi. Bu narsa hech qanaqa ruchnoy qilinadigan narsa emas. Foydalanuvchi soni, masalan, mana shu guruhga yangi foydalanuvchi qo'shilsa, mana bu raqam 11 bo'lib avtomatik chiqadi. Qo'shimcha qo'lda yaratish imkoniyati ham saqlanib qolingan. Xo'p, yana bitta qo'shimcha o'zgarish qilindi. Ya'ni Xemesdagi kodi bilan, ya'ni Xemesdagi talaba ID'si bilan foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish mumkin. Mana bemalol foydalanuvchilarga mana shu Xemesdagi student ID bilan kitob oldi berdi qilish mumkin. Bu narsa qo'shildi. Masalan, oldin biz bilsak, mana oldiga F qo'shib qilinardi. Bu ham saqlanib qolingan. Qo'shimchasiga student ID bilan ham topish imkoniyati bor. Masalan, F1 mana o'zimniki bo'ladigan bo'lsa, mana bemalol bu bilan ham bemalol ishlaydi. Ya'ni shu paytgacha AKB dasturdan foydalanayotganlardan muammo bo'lmaydi. Shularni hisobga olgan holatda qilingan.
demak, mana bu fanlar ham bemalol Ximesdan olinganligi uchun buni alohida fan guruhi qilib alohida qilindi. Hozircha qilingan ishlar mana shu. Uzr, darsimiz sal uzunroq bo'ldi. Chunki tushuntiradigan narsalar ko'p edi bu yerda. Keyingi darslarda alohida modul qilib tushuntirib berishim mumkin. Agar tushunmaganlar bo'lsa, bemalol savol berib kommentariyada yozishlaringiz mumkin yoki mana Telegramga yozib so'rashlaringiz mumkin. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.